Hi everyone, welcome to High Education Video Classroom, and today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 96. What is the exact time? Amsa, sağollasizlar. Bugungi darsimiz mushu exact time mishaliki, haqiqiy aniq vaqt qancha, soat aniq necha bo'ldi. Biz oldingi darsimizda mushu vaqtga nisbatan bir o'qish hisoblamaysangiz soat o'qishni o'rgangandik. Hamda buni texmo bir mashq qilgan asosda birga shu oddiy zaman, oddiy hozirgi zaman, o'tgan zaman va kelgusi zamonlarni birlashtirib mush darslarni o'rganib chiqaylik. Avval hamsa oldingi darslarimizda so'zlangan bir necha muhim nuqtalarni bir takrorlab chiqaylik. Bu rasmlarga qarasanglar, Parijning, New Yorkning, Sydneyning rasmlaridir. Bu yerda biz oldin qatimliq jumla shaklida, "Mary, when will you go to?" Siz qachon bormoqchi? Demak, iga will fe'lning asl shakliga kelgan holat oddiy kelgusi zamonni ifodalaydi. Demak, when will you go to da? Okay. Masalan, Paris nima? In a year's time. Adatama aldirga kelgan in deganimiz keyin degan ma'noni bildirdi. Onundan bir doira vaqt keldi. Bu doira vaqt deganda ma'lum bir vaqt bo'ligi, masalan, bir yil, bir soat, bir kun degandek. Uning keyiniga time. Bu bo'lsa nima desanglar, manchilik vaqtdan keyin. Demak, in a year's time bo'lsa, bir yildan keyin. Demak, hamda buni misol qilsak, when will you go to Paris? I will go to Paris in a year's time. Men Parisga bir yildan keyin bormoqchi. So, what about New York? In 2 weeks time. Men shikatdan keyin bormoqchi. Anda deb aqilib bola men when will you go to New York? Desa men New Yorkqa shikatdan keyin bormoqchi. Neyimiz bu ishni? I will go to New York in 2 weeks time. I will go to New York in 2 weeks time. What about Sydney? Sydney shahri in 2 months time. Okay, hamda bu ko'pliklik kelganda, masalan 2 weeks, months va keyin aslan aqlashib qolgan bo'lsa ko'plik. Buningga ustiga cho'q pashtamini qo'yib qo'ysak ham kifoya. Bu nima desanglar, mana shu gaz qaytilib, masalan talaffuz qilish o'ng'ay, qo'shimcha qana qisqartirib bersak talaffuz qilish o'ng'ay. Shunga keyin aslan ko'pliklar aqlashib qolganligi ustiga biroz pashtam qo'yib qo'yamiz. Bu shu aslan rolini o'ynay oladi. Demak, I will go to Sydney in 2 months time. Okay, what about London? Okay, when will you go to London? I will go to London in 3 days time. Shundan keyin men Londonga bormoqchi. What about Moscow? Well, I will go to Moscow in a week's time. Men bir haftadan keyin qanday qilmoqchi? Moskvaga bormoqchi. I will go to Moscow in a week's time. What about Greece? Okay, about Greece, I will go to Greece in 2 years' time. Men Gretsiyaga 2 yildan keyin bormoqchi. Xo'sh, hamsa bugungi darsimizning mazmuniga kelaylik. Bo'libmi vaqt o'qish. Qaranglar, bu soatga qarasak, hozir soat 10 dan 10 minut o'tibdi. Okay, 10 dan 10. Odatda vaqt o'qiganda bu yer birinchi diqqat qilganimiz it is bilan boshlanadi. It degan mishal vaqt kelgan almasha, u bo'lsa, demakki vaqt bo'lsa degan gapchi. Undan keyin endi mana keyinda odatda minut soni qaraymiz, o'lchamlik vaqt o'qiganda. Agar mana masalan ingliz tilida o'qinglar desa 10 deb qo'yamiz, 10 dan 10 debchi. Agar ham o'lchamlik o'qiganda bu avval minut sonini deymiz, undan keyin soat sonini deymiz. Agar minut soni 30 tang yoki uningdan kichik bo'lgan ahvolida biz manchidan manchi o'tdi deymiz. Demak, men 10 dan 10 minut o'tdi. Buni nima deymiz? Sana it's 10 past 10. Avval minut, uningdan keyin soat. Meyarki past deganimiz nima desanglar, o'tdi degan gap. Hamsa 15 minut o'tsa, 10 dan 15 minut o'tsa, 15 minutni odatda quarter deymiz, chorak. Demak, it's a quarter past
10. It's a quarter past 10. Agar ma 30'da ötep ketse mançı münçü kaldı deyimiz. Mesela 45 olsun, mesela 10'dan 45 ötken bolsa 11'ge 15 minut kalır şundan. Demek it is a quarter to 11. A quarter to 11. Anlat karanlar ma meşqa. Buna qarsak rewrite this sentence using had better. Endi bu şu sözlerge had better'ni işiltip özgertip bakыңlar dedi. Mesela birinci misal qaraylı. We must go back to the station. Biz beketga qaytishimiz kerak. Degan demaysan biz eng yaxshisi we had better go back to the station. Must bo'lsin, had better bo'lsin. Mishara fe'lning asl shakli keldi. Mo'shunga diqqat qilinglar. Aniq ma'no o'zgartirib qo'yinglar. I must stay here. Okay, men bu yerda turishim kerak. Endi bu nima had better aylantirsak nima? I had better stay here. Yaxshi. Shuni menki siz mendan burun deb bo'ldingiz shunami? I had better stay here. Okay, what about this? We must wait for him. Biz uni saqlashimiz kerak. Biz eng yaxshisini saqlab turaylik. Bu shunday deymiz. We had better wait for him. We had better wait for him. What about this? You must call a doctor. Siz doktorga telefon qilishingiz kerak. Siz eng yaxshi doktorga telefon qiling. Nima deymiz? You had better call a doctor. You had better call a doctor. What about number 4? You must do homework. Siz cho'qim topshiriq ishlashingiz kerak. Nima? You had better do homework. Siz eng yaxshi topshiriq ishlang. Eng yaxshi topshiriq ishlang. Qaranglar. She must hurry. Bu cho'qim menda oldirish kerak. Chapsaraq bo'lish kerak. Nima deysizlar? She had better hurry. O eng yaxshi bo'lroq bo'lsin. What about they must go home? Go home uyga qaytmashnami? Ular cho'qim uyga qaytish kerak. Ular eng yaxshi uyga qaytish kerak deysiz. They nima? Had better go home. Good. They had better go home. They had better go home. Aniq ismimiz bo'lsin, had better'ning keyindan fe'lning asl shakli keldi. Asl shakli keldi. Xo'sh, rewrite the sentence using okay deydi. Mushal deganni. Demakchi we will deganniki qisqartirilishi deb qo'yib, mushlarni ishlatib jumla qayta yozing deydi. Masalan, Tom flew to Stockholm 2 weeks ago. What about Sam? Okay, hamda Tom Stockholmga 2 hafta burun uchdi. Hamda Sam jo'risa, Sam uchmoqchi edi hamda. Demak, he will fly to Stockholm in 2 weeks time. Endi ma kelgusi vaqtni mubadi, kelgusi zamonni mubadi, bizdan qildig'imiz shunga javob bersak ham bo'ladi. Demak, er kishi bo'lib qolsa, he will fly to Stockholm. Ayol kishi bo'lib qolsa, she will fly to Stockholm desak bo'ladi. So what about Carol? Carol flew to Beijing 2 days ago. What about you? Sizcha 2 days time. 2 kundan keyin. Okay. And that's you. What about you? Sizchu degandan men xga nimani ishlatamiz bolalar? Nimani? I. Ayt yaxshi. I will degandan qisqartirsa I'll fe'lning nima shakli keldi? Asl shakli. Fly to Beijing in 2 days time. I'll fly to Beijing in 2 days time. Next one, Dave returned to Tokyo 2 days ago. What about you and Jean? 2 days time. Okay, what about you and Jean? Siz bilan Jean bo'lgandan keyin we will return to Tokyo in 2 days time. 2 kundan keyin biz qaytmoqchi. What about number 3? I went to Sydney a month ago. Men Sydneyga bir hafta burun qanaqa qilgan borgandim. What about you? Okay. Men hamda a month time. Demak hamda men bir oydan keyin bormoqchi. Demak, I will go to Sydney in a month time. Endi qisqaldi bo'lsinmi? Inni qat'iy unutib qolish qo'ymaydi balla.
Endiga mush vaqtni oldi kelsa, ma'lum bir bo'lak vaqtni oldi kelsa, bu manchilik vaqtdan keyin degan gap. Demakchi, in a month time degan bir oydan keyin degan gap. Demak, men bir oydan keyin Sydneyga bormoqchi. Okay, number 4. A train left for Geneva an hour ago. Bir poyezd Jenbaga 1 soat burun yo'lga chiqdi. So what about next one? An hour's time. 1 soatdan keyin. Demak, it will leave for Geneva in an hour's time. Bu yerga left dega ayrilmoq bu. Asl shakli leave. Asl shakli leave. Xo'sh, bu tuandiklarga savolashlar, shu fe'llarningki nima shaklini, muvofiq shaklini, to'g'ri shaklini qo'yinglar. Biz odatda bu keyindagi vaqt ravishlarga asosan biz shuningki qaysi zamonga ekanligini bildiramiz. Masalan, every day, every morning, every afternoon, every week, every month. Bundan bo'lsa, aniq oddiy hozir zaman. Demak, bu davomli qayta yuz berib turadigan odat xarakterli ish harakatlarni yoki uzoqcha o'xshash mavjud bo'lib turadigan narsalarga odatda o'sha oddiy hozir zamanni ishlatamiz. Agar hamda o'tmishdagi vaqtlarni bildirsa, masalan, yesterday, 2 weeks ago, 2 days ago, ma'lum o'tgan zaman. Agar hamda hozirni bildirsa, masalan, now, at the moment, present degandek. Agar kelgusini bildirgancha, in 2 weeks time, in 1 hour's time degandek. Yalnız birinchi, Sawyer's the housework every day. And the Sawyer'lar and the every day, bu oddiy hozir zaman ekan, ama do the housework every day. Har kuni uy ishlarini qildi. So what about they? They the housework now. And they are doing the housework now. Müşarike muhim narxni versanlar, now hozir degan gap. Demak, so'zlug'ichi shu ish harakatni bayon qilayotganda yuz berayotgan bo'lsa, bu hozirgi davomlashayotgan zaman. And finish it in half an hour's time. 20 soatdan keyin tugatmoqchi. Bu kelgusi zaman. They will finish it in half an hour's time. Okay, what about Sally? Sally makes dinner every evening. Demak, Sally makes dinner. Uchinchi shaxs birlik bo'lg'a chiqadi. And she's making dinner now. And she will have it in 10 minutes time. 10 minutdan keyin u qanday qilmoqchi? Uni demak etgan tomoqini yemoqchi. Demak, every evening misharga oddiy hozir zaman. Now hozir davomlashayotgan zaman. Will how kelgusi zaman. In 10 minutes time. 10 minutes time. Bo'ldi savolashlar. Mana bugungi darsimiz bu. Shunchalik keyingi mashqlarni aktiv ishlasanglar, uningdagi qanday tushunmagan masalalar bo'lsa, so'zsanglar bo'ldi. That's all for today. See you next time. Goodbye.